Madina shahriga birinchi marta kelib tushgan inson hayajonlanib, shoshilib qoladi. Nima qilish kerak? Qayerga borish kerak? Siz vaholanki bu videoni ko'rgansiz, guruh rahbaridan so'rang. Menga masjidni ko'rsatding. Va masjidga kelib, hozir men turgan joyni topib oling. Mana shu yashil gumbaz qarshisiga keling-da, ichingizdagi bor dardingizni, bor sog'inchingizni, bor ichingizdagi gaplarni, bor salomlarni mana shu yerda to'kib soching. Aslida Madina qalb sakinat topadigan, qalb xotirjamlanadigan joy. Bu yerga qayergadir borish kerak, nimadir qilish kerak emas. Bu yerda aniq nima qilishingiz, mana shu yashil gumbaz qarshisiga kelib, bor dardingizni to'kib, ichingizdagi borni mana shu yerda qoldirishingiz mumkin. Meni fikrimcha, bu eng asosiylardan biri deb o'ylayman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, videoni o'zingiz uchun saqlab qo'ying. Agar yaqin kunlarda mana shunday qalb xotirjam bo'lsin deb niyat qilib yurgan bo'lsangiz, umra safari uchun pastda raqam qoldiraman, aloqaga chiqib joylaringizni band qilishingiz mumkin.